Здравствуйте, дорогие ученики! Sizlarni bugun birinchi asosiy darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi asosiy darsimizda sizlarni kishilik olmoshlari bilan tanishtirmoqchiman. Chunki bu gap strukturamizda ega rolida keladigan eng asosiy so'zlarimizdan biri hisoblanadi. Shu uchun ularni sizga tanishtirib o'taman. Bular men, sen, u, biz, siz va ular doimiy gapimizda kerak bo'ladigan olmoshlar. Mana endi ularni bittadan rus tilida tanishni boshlaymiz. Men, ya, sen, ты, u qiz bola, ana, u o'g'il bola, on, biz, мы, siz, вы, sizlar, вы, ular, они. Eng asosiy e'tiboringizni qaratish kerak bo'lgan olmoshimizni sizlar bilan tanishtirmoqchiman. Bu siz va sizlar rolida kelayotgan вы olmoshi. Ya'ni вы deganda biz sizlab hurmat qilib gapirganda ham ishlatamiz va sizlar deb murojaat qilganda, ko'pchilikka qaratib aytilganda ham вы ishlatiladi. Bu oddiy qisqacha darslarimizdan edi, lekin asosiy dars hisoblanadi. Shu bilan bog'liq topshiriqlarni bajarib, mening profilimga yuborasiz degan umiddaman.